Assalomu alaykum. Menga motivatsiyadan bir chelak uzatib yuboringlar iltimos. Mana senga olam motivatsiya etagingga siqqanicha ol. Inson doimo bir ishni qilishga unga jur'at uchun matonat kerak bo'ladi. Agar jur'atingiz bo'lmasa, iroda yoki xohish bo'lmasa, divanda turgan yostiqchani ham u yoqdan bu yoqqa olib qo'ya olmaysiz. Lekin shu qurg'ur zamonaviy til bilan aytganda, motivatsiya degan narsani qayerdan olsa bo'lar ekan? U qaysi daraxtda o'sar ekan yoki qaysi g'orga yashiringan ekan? U nima bilan yeyiladi aslida degan savol har bir insonni qiynaydi. Xo'sh, o'sha dunyolarni o'zgartirib yuboradigan ishlar uchun motivatsiyani qayerdan olish haqida bugun sizlar bilan ikki og'iz suhbatlashaman. Oldindan aytaman. Motivatsion so'zlar bu 7 qismdan iborat bo'ladi. Har bir motivatsiya olish usuli haqida alohida to'xtalib o'taman. Har kunda bitta usulni ko'rib chiqishimiz va hayotingizda qo'llashingiz bu amaliyotda o'zingiz natijasini ko'rib boraverasiz. Lekin men aytayotgan so'zlarni motivatsion qismiga o'tishdan oldin keling. Siz bilan kichik bir mashqni bajaramiz. Bir necha daqiqa hamma ishni qilishdan to'xtab o'zingizni aynan hozirgi mana shu holat muhim ekanligini, aynan shu daqiqa, aynan shu sekund muhim ekanligini ongingizga singdiring. O'ylamang, faqatgina hozirgi holatni his qiling. Tanangizni barcha qismiga aynan hozir muhim ekanligi to'g'risida signal yuboring. Ha, aynan bugun muhim. Kecha ham, erta ham muhim emas. O'tirgan joyingizdagi xonani ko'zdan kechiring. Har bir elementga e'tibor berib ko'ring. Endi o'tmish hech narsa emas. U bor yo'g'i o'tmish ekanligi haqida fikr yuriting. O'tmish nima u? U bor yo'g'i sizning xotirangiz. Bugun va hozir bilan aloqasi yo'q. O'tmish o'tib ketgan va u qaytib kelmaydi. Shuning uchun o'tmishda qilgan yoki qilinmay qolgan ishlar uchun pushaymon bo'lish sizga aslo kerak emas. Zamonaviy fotokameralarni bilamiz, Focus degan bir funksiyasi bor. U kerakli kadrni rasmga oladi. Keraksizi esa kadr chetida qoladi. Siz o'tmish haqida eslaganingizda aynan siz qaysi voqea jarayonga miyangizni fokusni qaratsangiz, o'sha jarayon gavdalanadi. Yaxshisi, o'sha keraksiz fokusni o'chirib qo'ying. Xuddi shuningdek, bir narsani tushunib yeting. Kelajak bu sizning miyangizda o'zingiz yasab olgan narsa. Kelajak bu konsepsiya. Ya'ni xayoliy narsa. Reallik emas. Siz faqat va faqat hozir bilan yashay olasiz. Shuning uchun hozirgi harakat orqaligina kelajakni o'zgartirishingiz mumkin. Siz ertangi kun haqida qanchalik o'ylamang, bu o'ylovlar ertangi kunga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi. Balki ertangi kun umuman kelmas. Lekin ertangi kun haqidagi o'ylovlar erta nima bo'ladi? Ertaga qanday yashayman? Farzandlarimga uy olishim kerak, ularga nimadir qoldirib ketishim kerak. Ularga mashina olib berishim kerak, o'qishga kirgizishim kerak, shartnoma, to'lov, kontraktlarni to'lashim kerak. Va hokazo. Ularga mol-mulk qoldirib ketishim kerak degan xayollar bugungi kun bilan yashashingizga xalaqit beradi. Siz umuman o'tmishning yuki va kelajakning mas'uliyati bilan yashamasligingiz kerak. Bir bolalikni eslab ko'ring. Nega biz baxtli bo'lib, quvnoq bo'lganmiz? Ko'zimizda doimo quvonch bo'lgan, chunki biz o'tmish yoki kelajak haqida emas, faqatgina bugungi kun uchun yashaganmiz. Qoyil maqom qila olishimiz mumkin bo'lgan yagona ish bu hozirgi ish. O'zi aslida shundoq boshqa ishni qila olishingiz mumkin emas. Hozir siz uchun ulkan imkoniyatlar eshigi ochadi.
Inson miyasi o'rtacha bir kunda 35 mingga yaqin qaror qabul qilar ekan. Endi bir o'ylab ko'ring. Aynan hayotingizni o'zgartirib yuboradigan qanday qarorlarni bugun qabul qildingiz yoki qaysi fikrni yozib qo'ydingiz? Aslida 35 ming qaror ichidan 1-2tasi juda ajoyib bo'ladi. Butun bir tarixda iz qoldirishi mumkin bo'ladigan qarorlar bo'ladi. Lekin siz kecha va erta haqida xayolot olamiga berilgan paytingizda bu fikrlar bir chetda qolib ketadi. Shuning uchun faqat hozir va bugun borligini doimo yodingizda tuting.